Salom barchaga. Bugun ukam bilan voy va kambag'alni olamiz. Unda ketdik. Voy. Dalaga chiqaman. Voy. Kim bo'lsa? Kim bo'lsa endi? Taq. Kim bor? Kim bor? Sen kimsan? Men mana bu yashaydigan uydaman. Sen qayerga ko'chib kelding? Nimaga men buni tiyilding? Qo'ling bilan rasvo qilasan. O'l. Voy, nimaga men rost? Ha, mayli. Tirik qol. Sen turibdi. Men urat tushunmadim. Ragilni qo'yib chiqishim kerak. Men uxlayman. Evi yetmay qoldi yo'lklam. Ay, mayli olam. Mayli olaman. Boy uxlagan bo'lsa ham kerak. Uxlayman deb aytdi. Uyimizda uxlatamiz. Boy. Ay, meni kim urdi? Sen kimsan? Yoqaga. Hozir qochib avvallar. Voy, uydan chiqdi. Eshigimni qulflashim kerak. Qulflayman. Voh, buni qulfladim. Eshigingni och. Yo'q, ochmayman. Ahmoq emasman-ku. Keyin adabingni beraman sana. Ko'ramiz. Uxlayman buzdi. Men urmadim-ku. Nima qildi? Bilmasam tashamoqdan. Uxlamoqchi edim boy. Qornim och bo'lib turadi. Uxlagandir. Ketdik sayr. Kiramiz. Oh. Voy. Kelaman ketdi. Bu nima? Go'sht va pechenye olamiz. Voy. Qo'nim ochib ketdi. Yo'q, ochmayapti. Nimaga ochmaydi? Buniki. Olmayman, buni olmayman. Sandık yasashim kerak-ku. Ochib ketdi. Voy. Nima qilaman? Eshikni qulflaydi. Voy. Yo'li birinchi narsamdi. Sandık qilmayman-ku, sandık. Ay, bu qayerdan keldi? Qo'lim to'lmay qolib ketdi.
narsalar uxlabmi desam, uxlabdi. Mana qaytyapsiz? Geliyor. Eshik qulflangan. Qanday ochding? Boyapa. Voy, nimaga meni urasan? Kechiring, bo'ldi. Agar yana bir marta ursang, qara. Nimaga? Voy, nima qilib qo'ydim? Voy. Olib keling narsamni. Bo'ldi, men chiqing. Qarab tur, o'zing. Hayratdayu o'simlarim o'sib qo'ygandir. Menda surxoya bor. Boyni chanlarini artib, uyinlarini artib,